Assalomu alaykum hammaga. Biza qizlar bilan sohilda ozgina yurib kelamiz deb ketyapmiz. Önce yürüyüş sonra kahvaltı yaparız olur mu? Önce biraz yürüyüş. Günaydın. Damla Tamam. çalışıyor. Yalan söylüyorum. Ve gece. Ben geçen sene şuradaki kütüphanede çalışıyordum ben. Ha biliyorum ben ona kahvaltıya gittim. Taze mi aldın? Değil mi? Bu sohil ham eski mahallamga juda ham yaqin. Lekin men ko'chib ketganimdan keyin ochilgan bu sohil. Men bu yerda yozilgan adashmasam 2018-yilda qurilishi boshlangan edi. Juda ham chiroyli. Bu yerda hattoki dengizga kirish mumkin. Hozir mumkin emas-u. Yoz sezoni ochilgan edi. Bu yerda nimalar bo'ladi? Qutqaruvchilar o'tirishadi. Kunlik, oylikka ishlagan qutqaruvchilar hokimiyat tarafidan quriladi. Bu yerga dusha kabinlar quriladi, kiyim almashtiriladigan kabinlar quriladi-da, bemalol plyajga kirishadi. Onurbek ham bu yerda ishlaganlar bir paytlar. Hozir esa Xitoyda ishlaydilar. Bu tarafda adajonim ham kelganlarida skuter mingandilar. Esingizda bo'lsa yoki YouTube'ga qo'ymaganman, bilmadim-u, lekin Instagramga qo'ygan edim. Eski mahallamni nimasi zo'r edi. Yuradigan masofada sohilga juda ham yaqin yashardik. Menga rosa yoqardi. Hozirgi yashayotgan joyimiz bo'lsa, Onurbekni xohishlariga qarab ko'chganmiz, chunki qorovul bo'lishini xohlaganlar, uzoq shaharga ishlagani ketayotganlar, ketish qaror olganlaridan keyin qorovul bo'ladigan biron joyga ko'chimiz kerak deganlar. Seni şey yapıyorum, rahatsız ediyorum sürekli. Şey yapamıyor yani anladın mı? İstemiyorsun yani çok kalabalık oluyor. Çocuğu böyle alarken gözün kaşından bir şey yapıyor. Böyle. Bir de yer yok ki oturabileceği. Gaplashib, g'iybatlashib, xullas qancha yurib qo'yganimizni o'zimiz ham bilmay qoldik. Biza hozir nonushta qilamiz. Hokimiyat tarafidan qurilgan kafeda. Qaranglar, most manzarasi ham bor. İstanbulda bunaqa manzarali ham dengiz ham most ko'rinadigan manzarali kafelar juda ham qimmat bo'ladi. Hamma narsasi, nonushtasi ham, u ham xullas. Bizada Ko'jayilida hokimiyat tarafdan hamma joyga qurilganligi uchun, частный kafelarga ruxsat bo'lmaganligi uchun narxlari arzon va hattoki o'quvchilar va o'qituvchilar va davlatda ishlaydigan memur deyshadi, davlatda ishlaydigan har bir insonga nimasi bor, skidkasi bor. Ba'zi bir kafelarda esa darajada yashashingiz haqida ruxsatnoma olib karta chiqarsangiz, o'tdan yana 10% skidka qilib nima qilsangiz bo'ladi-da. Ovqatlansangiz, zavtrak qilsangiz, aylanganni kelsangiz bo'ladi. Hattoki uyda tayyorlaganingizdan ham arzonroq narxga to'g'ri keladi. Xalq uchun xizmatda, xullas qisqa qilib aytganda. Mana yetib keldik sizlarga. Manzarasini hozir ko'rsataman. Çekiyor mu? Her gün mangal yapacağız. Ben de çok sevdim O orayı. dedi. Ben de çok sevdim Çarba. Hepsi yaxşı, hamısı yaxşı. Hamısı yaxşı. Çıllarda gördünüz mü? Dadacanla anam kışlakta. Kışlağa gittiler.
Evet. Memlekette, kışlaktalar. Adnan'la Nergise de İstanbul'da iyiler. Böyle Anaqa şey. yozdalar, yoz kelyapti-yu, bu yerda issiqlik uchun ketishdi-da 3 oyga. Kelishadi yana. Evet. Ha, salqin o'tli. Serin oralar diyor. Şimdi serin. Evet. Şu anda yağmur yağıyor. Havalar soğuk. O'zimcha kamerani ochirdim, qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Yo'l bo'yida videoga olib ketay dedim. Qanaqadir mahallaga kirib qoldik, o'zimiz ham bilmaymiz. Ozgina piyoda yurib tennis o'ynaymiz dedik. Lekin charchab qoldik. Bugun shu desanglar oyijonimdan gap eshitib oldim. O'zlarimni oyimlardan. Videolaring ozgina zerikarli deyaptilar xullas. Charchaganing, настроение yo'qligi menga umuman qiziqmas deyaptilar-da. Tipa nima kuzatuvchi sifatida gapiryapman. Menga umuman seni charchaganing yoki nima qilganing qiziqmas. Ozgina pozitiv bo'lgan, odamlarga pozitiv energiya bergin deyaptilar. Shuning uchun endi anaqa kayfiyatim yo'q bo'lsa ham charchasam kulib videoga olishga harakat qilaman. Tennis o'ynaganimizda videoga olmoqchi edim. Inshaalloh ola olaman degan umiddaman, chunki tripodim uyda qolib ketibdi. Bu yerda hamma uylar tipa anaqa hovli uylarida villa deyishadi bular. Mahalla hammasi villa, lekin eski uylar hammaligi. Yangi uylar hech to'g'ri kelmadi hali. Va nihoyat sohilga yetib keldik. Lekin tennis o'ynaydigan joyga hali ham yetib kelmadik. Ozgina shamol bor. Ovozim eshitilyapti degan umiddaman. Piyoda yurib keldik. Qaradim hozir anaqamdan, telefonimdan 2500 qadam yurib qo'yimiz. Bu yerga yetib kelgunimizgacha. Hozirgi uyimiz sohilga ozgina uzoqroq. Oldingi mahallamizda 50 metr ham daji yo'q edi, juda yaqin edi. Lekin bu taraf Marmarayga, metroga, Sabiha Gökçen aeroportiga yaqin. Shu taraflama yaxshi, lekin Onurbey Xatayga ketganlarida yaqin bo'lsin aeroportga deb ko'chgan edik bir paytlar. Bakayım. Gözüküyor muyuz? Hadi. Çekiyorum şu an. Oqarib ketgan sochlarimni ozgina kamerada tomosha qilib sochimni bo'yatishim kerak deb o'zimga o'zim gapirib o'tirdim. Yaxshilab o'ylab qarasam, kunim yurish bilan o'tib ketibdi. Bugun rosa ko'p pishqum yuribman, oyoqlarim og'riyapti. Hattoki elar bilan o'tirib o'ynagani kuchim qolmadi. Elar kelishi bilan zerikdi. Parkka chiqamiz deb yig'ladi. Bu yerda anaqa ozgina havo salqin. Bugun nimagadir kecha rosa issiq edi. Bugun ertalab ham to'g'ri hozir birdaniga sovib ketdi bolalar kelgunicha. O'shaning uchun ham bolalarni uyimizga juda ham yaqin bo'lgan bitta nima dedim, игровой площадкаga olib keldik-da. O'tirimizda xullas qo'shnilarim bilan. Onurbey ham nima deydilar,
qo'shnilaring bilan chiqishib olganingdan beri men bilan umuman ishing ham yo'q deydilar har doim. Xullas, o'shaning uchun ham yana qizlar bilan keldim. Qizlar ham yetishyapti-da. Nima hamma videolaringda bu qizlar bor deb so'rashmaydim, mabodo deb aytishyapti-da. Yo'q, bilishadi-ku, doimo xuddi hammanglar ularni taniydigan unday gapirib beryapman-da. Atrofi ham ozgina sizlarga Plashatkani videoda ko'rsatib bering. Qizlarni ham ko'rasizlar yana. Qarang, mana bu binoning orqasida bizning uyimizda shunchalik yaqin joylashgan Plashatka demoqchiman prosta. Kimga qiziq bilmayman, lekin evet. Oturumuz. Buket Hanım. Cansın. Bolla oynashyapti. Hepsi aynı yerde zıplıyor. Bize Eyla bilan Ayshiqim uyga qaytdik. Kech bo'lganda sizlarga bitta narsa aytish esimdan chiqib qolibdi. Kafemizda ozgina kichkinagina remont bo'lyapti. Уборка desa ham bo'ladi. Kafega gitmiyoruz aşkım, eve gideceğiz. Yozga tayyorgarlik, basseyn ochilishiga tayyorgarlik. O'shaning uchun ham 1-2 kun, balki 1-2 hafta yopiq bo'lishi ham mumkin. 1-2 kun sizlarga uy ishlari bilan zeriktirib qo'ymayman degan umiddaman. Uy ishlarini videoga olaman, sizlarga xabar beray deb bu yerda aytib o'tay dedim. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Allohga omonat bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha.